Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan qanday qilib IELTS 8.5 olish haqida gaplashamiz. O'zim IELTS 8.5 olganman, lekin bittada 8.5 chiqmagan. Balkim birinchi 6.5, keyin 8, keyin albatta 8, keyin 2 marta 8.5 olgan. Overall 5 marta topshirganman. Bu 8.5 olgandan keyin studentlarga IELTS dan yordam berish boshlab kelganman. Va faoliyatim davomida TU degan edtech kompaniyada ishlab kelganman. Juda ham ko'plab studentlarga yordam berib, mana shu 6 oy davomida 100 dan ko'plab studentlarga yordam berdim va IELTS shunchalik kuchli instrumentligini men IELTS o'qitishda boshlaganimdan keyin tushunib yetdim. Chunki bizda qanaqa bo'lgan, IELTS olish kerak nima uchun? Westminster litseyiga kirishing kerak. Nima uchun IELTS kerak? Top universitetga kirish uchun 8 kerak. Nima uchun 8.5 olishsan? Chunki yoshlikdan shunaqa armon qolib ketgan. Lekin mana shunaqa purpose yo'q bo'lgani uchun juda ham ko'plab talabalar struggle qilishadi, qiynalishadi va ushbu videoda sizlar bilan qanday qilib 2026-yilda IELTS dan 8+ olish mumkin, qadam-qadam tushuntirib beraman, o'zim ishlatgan strategiyalarni va juda ham manfaatli bo'lishiga ishonaman. O'zim IELTS dan 8.5 olganman va hozir Gonkongdagi Lingnan universitetida to'liq grantda o'qiyman. Lekin faqatgina IELTS bunaqa natijalarga olib kelmaydi albatta. Bu yerda insholar, bu yerda extracurricular activities hamda SAT score'im 1520 va shu narsalarni inovatga olish kerak, lekin bu videoda eng katta point shuki, IELTS bu eng katta fundament. Mukammal ingliz tili. Ko'plab insonlar aytadi, successful, not successful, talabalar ham mukammal ingliz tili bu eng katta fundament. Agar siz hozir 8-9-da o'qiyotgan bo'lsangiz, albatta sizga mukammal ingliz tili katta fundament va katta unfair advantage beradi. Lekin hozir 10 yoki 11-da o'qiyotgan bo'lsangiz, keyingi yil universitetga topshirasiz baribir va sizga IELTS kerak bo'ladi. Shuningdek, bu videoda ingliz tilini o'rganish bo'yicha emas, balkim qanday qilib IELTS ga tayyorlanib, IELTS dan yuqori natijalarga erishish bo'yicha gaplashamiz. Juda ham ko'p talabalar o'zi aytishadi, IELTS qiyin, IELTS da yaxshi ball ola olmayapmiz. O'zi nima uchun IELTS dan yuqori ball ola olmayapsiz degan savolga men yetarlicha aqlli emasman yoki menda til yo'q yoki menda talant yo'q yoki IELTS menga qiyin degan responslarni ega bo'lamiz. Lekin bu narsa muammo insonda o'zida emas, balkim noto'g'ri tayyorgarlik tizimida deb bilaman. Chunki o'zim ham IELTSdan, например, birinchisidan 8.5 olmaganman-ku. Birinchi 6.5, keyin 8, keyin 8. O'shanaqa ketavergan. Bu gradually. Qancha mana shu general English zo'r bo'lsa, keyin mana shu IELTS ga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, o'shanda IELTS scoringiz o'sadi. Shunda o'zim 6.5 dan 8.5 ga o'sganman va o'zimga mana shu 6 oy davomida 100 dan ko'p talabalarga yordam berib keldim. Talabalarim orasida IELTS dan 7, 7.5, 8 olganlar ham bo'lgan va juda ham qandaydir yoqyapti shu mana shu yo'l menga, chunki har xil insonlar bilan ishlaysiz. IELTSdan 7-sinfda o'qiydi, 8-sinfda o'qiydi, 9da o'qiydi, 10da o'qiydi. Ularning maqsadi baribir top universitetga kirish yoki qanaqadir oliygohlarga topshirish. Lekin haligacha 30 ga kirgan, 35 ga kirgan, 46 yoshga kirgan bitta opa shogirdim bor va so'raganman, nima uchun sizga IELTS kerak? Men kelajakda IELTS instruktor bo'lmoqchiman. Shunda opa juda ham motivatsiya beradi menga. Chunki 46 is an age where I don't think that I'll be doing something. Nimadir qilishga men o'ylashim bo'yicha, that's it. 46 bu qanday yangi narsalar o'rganishda to'xtatadigan yil yosh deb o'ylaganman. Lekin opa tasavvurim buzib yuborgan, chunki IELTS instruktor bo'laman degan va o'sha opa IELTS dan 7.5 oldi. Va kelajakda IELTS instruktor bo'lishga men ishonaman. Bu videoda sizlar bilan har bir section bo'yicha o'zim ishlatgan metodlar bilan bo'lishaman. Listening bo'yicha, reading, writing va speaking bo'yicha sizlar bilan gaplashamiz. Listening keladigan bo'lsak, bu eng muhim va eng oson sectionlardan hisoblangan. Listeningda eng muhim narsa baribir bu skill. Kim nima demasin, kim qanaqa tipslar yoki qanaqadir savetlar bermasin, advicelar bermasin, skill eng muhim narsa. Juda ko'p talabalar o'ylaydiki, ko'p test yechsam listening oshadi yoki Cambridge'ni ko'p ishlash yetarli yoki testda o'rganaman degan maqsadda ular aytishadiki, lekin bu ishlamaydi. Listeningda eng samarali yo'li bu albatta o'zingizni qanaqadir listeningga expose qilish. Shunda muammo sizda eshitishda emasdi, muammo miya ingliz tilida moslashmaganida va siz ingliz tilida sekin qabul qilasiz, kech tarjima qilasiz va ma'noni yo'qotasiz. To'g'ri yondashuvga keladigan bo'lsak, bu birinchisi daily exposure. Har kuni skillni yanada kuchliroq qilishga harakat qilishingiz kerak. Listening haftada 2 marta emas, balkim o'sha har kuni podkast eshiting, movielar ko'ring, o'zingizda har xil ingliz tili atmosferasiga expose qilib, listening skillingizni rivojlantiring. IELTS skillingiz, listening skillda u o'zi kelaveradi. Keyin albatta listening IELTS keladigan bo'lsa, bu section based practice. IELTS listeningdagi sectionsga e'tibor bering. Har bir sectionsda o'zining strategiyalari bo'ladi va u strategiyalar juda ham muhim. Masalan, multiple choice questionlarda yoki qandaydir birinchi sectionda ikkinchi section orasida bog'liq qolib ketgan bo'lsa, u birinchi sectionga o'qitilmaydi, balki o'sha section 2, section 3 ga qaratilgan bo'ladi. Shunaqa strategiyalarni albatta o'rganish kerak, lekin ularga ishonib qolmaslik kerak. Va eng muhimi, men o'ylashim bo'yicha bu active listening. Kim nima demasin, skill men uchun eng muhim narsa va o'zim o'sha 6.5 dan 8.5 ga o'sishim uchun skill juda ham katta rol o'ynagan.
sizga fon sifatida eshitish qandaydir foydasiz deb bilaman, chunki fokusimiz ketib qoladi. Qandaydir qayerga ketayotgan bo'lsak yoki yo'lda podkast eshitayotgan bo'lsak, u podkastda fokus qilmaymiz-ku. Biz eshitamiz, balkim qanaqadir insightlar kelib qoladi, lekin to'g'ri usul men uchun bu eshitish, tushunish va note taking. Note taking deganda bu qanaqa protsess bo'ladi? O'tirdingiz, notebookni qo'ydingiz yoki daftaringizni qo'ydingiz, telefondan naushnikni oldingiz. O'sha naushnikni olgandan keyin tushunmadingizmi bitta gapni? Pauza. Nimani tushunmadingiz? Mana shu imенно 15 sekundlik, 30 sekundlik atribukni ko'rib yozib chiqish kerak. Qanday yangi frazalar bo'ladimi? Qanday noyob yoki o'zingizga notanish frazalarni olib, bu uncommon language deyiladi. O'sha uncommon language ni o'zingiz yozib qo'yib, o'zingizni mana shunaqa yangi so'zlar bilan va listening skillingizni aynan oshirasiz. Shunda amaliy qadamga keladigan bo'lsak, men o'ylashim bo'yicha juda ham ko'p practice qilish kerak emas. Birinchi listening, ikkita section edi, har kuni qilsangiz, ikkita section deganda baribir o'zimizga maqsad qo'yishimiz kerak. Siz bitta full mock test qilganingizda 40 ta savol beriladi, 25 ta to'g'ri topdingiz. Bu 6. Shuningdek, sizning o'zingizga savol beradigan narsangiz bo'lishi kerak. 15 ta xato. Qayerdan kelib chiqdi? Qaysi savol turlarida? Birinchi sectiondami yoki 3-sectiondami? Odatda men 3-sectionda juda ham qiynalardim. Shuningdek, 3-sectionda praktikaga qo'yardim. Siz agar 2-sectionda yoki 4-sectionda qiynalib bo'lsangiz, o'sha ikkita section har kuni bajarishingiz kerak bo'ladi. O'zingizga nima tushunmadim? Например, ikkita sectionda 20 ta savol, nechta topdingiz? 15 tami? 5 ta qolib ketdi. Nima uchun 5 ta qolib ketdi degan savolga javob topishingiz kerak. Nimani tushunmadingiz? O'sha baribir skill based issue-da bu 5 ta savol. Hamma narsani tushungan bo'lsangiz, savolda xato qilinmaydi. Shuningdek, transkript bilan tekshirish kerak. Transkriptda qandaydir triklar bo'ladi baribir. IELTS sizda aldashga harakat qiladi, sizda real skillingizda expose qilishga harakat qiladi. Va xatoni yozib qo'yib, ustida ishlash kerak. Xatoni ro'yxatini qiladigan bo'lsa, siz multiple choice questionsda xato qilayotgan bo'lsangiz, va albatta o'sha multiple choice questionsga oid practice qilishingizda maslahat bergan bo'lardim. Keyingisi bu reading. O'zimga juda ham yoqadi reading strategiyasi, chunki listening bilan o'xshash, bir-biriga juda ham moslanib ketadi. Ko'plab talabalarda kimda IELTS listening 9 bo'lsa, reading ham o'sha payt yaxshi chiqadi. Chunki ularda strategiyasi bir xil bo'lgani uchun tayyorlanish ham ikkalasiga osonroq. Birinchisi, question first thinking. IELTS readingda avval savol, keyin matn. Matn faqat javobni topish uchun. O'sha bir savol beriladi, 3 ta passagega va ko'plab talabalar time management skillda xatolikka duch kelishadi. Va shuningdek IELTSda o'sha question first, birinchi savolga qaraysiz, keyin matnga o'tasiz. Shu strategiyani ishlashda maslahat bergan bo'lardim. Albatta IELTS readingda o'zini question typelari bor. IELTS reading bitta format emas, har bir savol turi uchun boshqa strategiya. Masalan, true false not given, matching headings, multiple choice, o'sha bitta yondashuv bilan hammasini eplab bo'lmaydi. Har bittasining o'zining yondashuvlari bor. O'sha sal dig-dig qilib, bitta har bittasini o'rganib chiqsangiz foydali bo'ladi. Va albatta IELTS readingga tayyorlanayotgan paytingiz qandaydir o'tirib 1 soatda bitta passage emas, o'zingizni pressure qiling. Timer qo'ying va readingda vaqt bu dushman emasdi. Timer bilan practice bu real tezlik, real bosim va real skillda sizga namoyish etadi. Va har bir passageni timer bilan bajaring. Bu qandaydir sizda exam conditionsga moslaydi. Va oxirgi juda ham underestimate bo'ladigan maslahat, reading bu vocabulary test, reading bu matn. O'sha matnda as long as you understand the text, o'sha matnni tushunsangiz bo'ldi. Siz readingda yaxshi ball olishingiz bu like guaranteed. Shuning uchun men eng muhim maslahatni hozir bermoqchiman. Bu kitob ko'proq o'qing. Kitob o'qing, artikelni ko'proq o'qing. O'zingizda at least like kuniga 1 soat. Nafaqat IELTS uchun, balki o'zingizda shaxsiy rivojlanishingiz uchun o'qishingizni maslahat bergan bo'lardim. Maqsad shunda vocabulary kengayishi, fikrlash va tilga moslashish. Lekin mana shu fikrlashni o'zgartirishimiz kerak, chunki juda ham ko'p readinglar qilganingizda o'z fikrlashingiz o'zgaradi. Shunda bitta reading qilganda siz nafaqat reading skillingizni oshiradi, balki writing va speakingga fikr yetkazib berishda aqlli insonga aylanasiz. Bu yerda lekin bosimsiz, timersiz, zavq bilan o'qishingizni maslahat bergan bo'lardim. O'zimning eng yaxshi ko'rgan kitobim bu The Almanac of Naval Ravikant, 2025-yilda highlighti bo'lgan kitob va shuningdek sizga maslahat bergan bo'lardim. Bu kitobni o'qing va o'sha noteslarni oling, chunki Naval o'zi juda ham men role model sifatida ko'raman. Birinchisi wealth and happiness ga bo'lgan hayotini va o'sha filosofiya hayoti juda ham menga yoqadi. Shuningdek, mana shunaqa kitoblarni explore qilishda davom eting. Bu nafaqat reading skilllaringizda, balkim o'sha fikrlashingizni ham o'zgartiradi va IELTS writing va IELTS speaking ham o'z hissasini qo'shadi. Writing keladigan bo'lsa, ko'p narsa gapirmayman. O'zim writingdan 6 dan 8 ga o'sganman va o'sha proses juda ham esimga kelsa, faqat ikkita resurs ishlatganman. Shunda sizga faqat ikkitagina resurs kerak bo'ladi. Birinchisi bu Paul and Colinning ikkita kitobi, Writing Task 1 va Writing Task 2. U kitobda prosto
ko'p material ishlatishga harakat qilmaydi, balki mana shu ikkitasiga fokus qilib, oling ikkitasini, writing task 1 dan boshlang yoki writing task 2 dan boshlang, qaysisi yoqsa. Writing task 2 da 5 ta question type bor. O'sha question typelarga yozib ko'ring, opani ishlatayotgan strategiyalarini ko'ring va keyin writing task 1 ga o'tsangiz bo'ladi. Writing task 1 da ham har bitta section, har bitta type ga ishlamaydi, balkim 3 ga bo'ling. Comparison charts, line graph, bar chart, pie chart hammasini bittada yig'ib. Keyin albatta maps and process. O'sha 3 taga bo'lib har bittasini praktik qilsangiz, menimcha efficientroq bo'ladi. Writing task 2 keladigan bo'lsak, bu albatta ideyani rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Writing task 2 bu eng qiyini hisoblanadi, chunki 250 ta so'z odatda biz yoshlikdan yozmaganmiz va shuning uchun qiyinchiliklarga duch kelishimiz bu tabiiy holat. Lekin bu narsani o'zgartirsa bo'ladi. Writing task 2 ga fokus qilib, ba'zi paragraflarni yozishni o'rganing. Ba'zi paragrafni yozishni o'sha boshidan o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Faqat o'sha bitta narsa qilaman desangiz, o'sha writing task 2 uchun ba'zi paragraf yozishni o'rganing. Writing IELTSdagi eng ko'p yig'iladigan skill. Tushunaman nimaga? Chunki biz yoshlikdan hech qanaqa writing qilmaganmiz. Lekin bu narsani to'g'rilasa bo'ladi. Ikkinchi metod bilan bu ChatGPT AI bilan to'g'ri va samarali foydalanishni o'rganing. Chunki hozir AI shunchalik rivojlanganki, bu sizga IELTS instruktor, life advisor, o'sha hayotingizni butunlay plan qilib beradigan tool sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Men ChatGPT ni hozir endi IELTS ga tayyorlanmayapman, lekin ChatGPT ni men o'zim hayotimdagi advisor sifatida ishlataman. O'z hamma update'larimni aytaman, nima qilayotganlarimni, qanaqadir akademiya qilayotgan bo'lsam yoki proyekt qilayotgan bo'lsam, ChatGPT bu narsani albatta biladi va qanaqadir maslahatlar so'rashim yoki qanaqadir maslahat bo'lmasa ham, men shu hayotimdagi etapda qanaqa kitob o'qisam ekan degan savolga menga har doim bir 5 ta 6 ta reading beradi. O'sha readingga men fokus qilaman hayotimda. Siz bu narsani writingingiz uchun ishlatsangiz bo'ladi. Writing uchun keladigan bo'lsa, to'g'ri foydalanishni o'rganing va shu ChatGPT bo'yicha bitta zo'r qo'llanma video olganman. O'zim qanaqasiga mana ChatGPT ni nafaqat writingga, balkim speakingga, listeningga, readingga ishlatganim bo'yicha juda ham long emas, balkim juda ham foydali video o'sha Telegram kanalimga yuklayman. IELTS Adilxon degan havolasini hozir ko'rsanglar bo'ladi. Va ushbu videoda sizlarga specific prompt berganman. Qanday qilib mana shu ChatGPT ni IELTS examiner sifatida o'z mentoringiz qilib olsangiz bo'ladi. Va keyingi do'stlar, albatta bu speaking idea juda ham katta rol o'ynaydi. Mana shu narsani anglab yetishingizni boshidan so'rab qolaman. Chunki biz fikrlashimizda ancha o'zgartirishimiz kerak. Fikrlashimizni har doim rivojlantirib kelaversak, shuncha men o'ylashim bo'yicha speakingiz ham oshadi. Chunki part 3 da har xil dialoglarga, diskussionlarda qatnashsangiz, juda ham ekzaminatorga ham qanaqadir kompanion sifatida javoblarni bersangiz, ekzaminer tabiiyki siz yaxshi speakerligingizda anglab yetadi. Shuning uchun IELTS ga preparation ko'proq, shuning uchun IELTS ga tayyorlanayotganda ko'proq kitob, sifatli kinolar va maqolalar bilan boyiting. O'zingizni qanaqadir lifelong learner sifatida qabul qiling. Nafaqat IELTS uchun, balki o'sha IELTS qandaydir protsessda bu etap. Hozir bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu etapga borgan bo'lsangiz, hozir aynan IELTS ga tayyorlanyapsiz. IELTS dan 5,5, 6 darajada bo'lsangiz kerak. 7 ga chiqish uchun sizga atiga bir 2-3 oy vaqtda, 2 oyda men o'ylashim bo'yicha juda ham katta rezultatga olib chiqsa bo'ladi. Mana shu IELTS 6 dan 7 ga chiqish uchun va shuningdek mana shu protsessda lifelong learner bo'lishingizda maslahat bergan bo'lardi. Bu sizga nafaqat IELTS da, balkim hayotingizda, yo'lida, universitetga kelganingizda ancha yordam berishiga ishonaman. Shuningdek, siz discussion va debatlarda qatnashing. Kitob o'qidingizmi, uni at least AI bilan, ChatGPT bilan discuss qilishga harakat qiling. Yoki yaqin do'stingiz bilan. Navida yaqin do'stim bor, Islom degan, u New York University Abu Dhabida o'qiydi. IELTS dan 8,5 olgan. Biz hozir Discipline Entrepreneurship degan kitobni o'qiyapmiz va u kitobni o'zi NYU Abu Dhabi klassidan olgan. Azal mana shu kitobni o'qiylik, sizlar bilan discuss qilmoqchiman degan maslahat bergandi. Davay deganman. O'sha kitobni hozir tugatamiz deyarli. Va o'sha kitobda juda ham katta insightlar olganmiz va shunaqa discussionlar bilan o'zingizni boyiting, at least with AI or with your friend. O'z speaking keladigan bo'lsak, qanday qilib tayyorlanish kerakligi bo'yicha mana bitta core prinsiplarim bor. Core prinsiplarga keladigan bo'lsak, bu birinchisi fluency over perfection. Perfectionist bo'lishga harakat qilmang. Siz qanday matematika yechmayapsiz, siz language o'rganyapsiz va language o'rganayotganda bu yerda mistake'lar bo'lishi tabiiy holat. Proud bo'ling, o'zingizga faxrlaning. Mana shu mistake'ni qildim, mana shu narsani ustozim aytdi. Mana shu kelajakda mana shu keyingi savolga mana shunaqa mistake qilmaydigan maqsadda tayyorlanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Xato bilan gapiring, lekin to'xtamasdan. E'tiboringizga mana shu Toastmasters'dan 2022-yil video ko'rsating. You can call me just Adil. It's my English nickname and I chose it a long time ago. At the very start, I should say that it's not an easy thing to speak about myself, as it is hard to have a look at yourself from side, but at the same time, who knows you better than you yourself do? Well, today I've chosen the topic. My topic is mainly related to health. Health is wealth.
Well, health is the biggest wealth for a human being in his or her entire lifetime. Ushbu videoda ko'rsangiz, notabiiy gapirganman, lekin gapirganman va bu narsa health is wealth degan speechda berganman. Ushbu speechga men 3-4 kun tayyorlaganman, yodlaganman speechda va o'sha payt General English o'rganayotgan paytim ustozim faqat speech yodlattirardi. Nimaga unaqa qilyapsiz, bu unnatural bo'ladi degan savolga bu narsa sening fluency'ni yaxshi qilib beradi va kelajakda IELTS topshirayotgan payting fluency sezilarli darajada o'sadi degan gapni men haligacha esimda qolgan va haligacha mana shu narsa bilan I agree with it va juda ham ko'plab talabalarimga qanaqadir short textlar kerak bo'lsa long speechlarni yodlashga assignment sifatida beraman. Keyin thinking ideas, avval fikr, keyin so'z. O'sha fikrlashimizda yanada boyitishimiz kerak. Keyin yangi so'zlar o'rganib, uni ifodalab berishni o'rganishimiz kerak. Shuningdek, thinking ideas degan maqsadda men savol beryaptim sizga ekzamenda part 3 da. Siz unga qanaqadir bitta dimensionda qaramangda, balkim qanaqadir do you think university is needed for students? Like do you think university is mandatory degan savolga no, I don't think so or yes, I think so emas. Balkim well, it depends. On the one hand, this is this. On the other hand, this is this. Degan frameworklarni o'ylab ko'ring va fikrlashingizni o'zgartiring. Va juda ham underestimated 3-tipga keladigan bo'lsak, core prinsipimga o'zingizni rekord qiling. Rekord qilganda men hozir sizga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. O'zi Voice Memos degan appni men 2021-yildan beri ishlatar ekanman. O'sha payt ustozim aytardi, mana shu narsani o'zingga rekord qilgan, o'zingni analiz qilgan. Hello everyone. I'm glad to see you all here. First things first, my name is Ilhan, but people usually call me Odil. My name is quite unusual and they like it. Alright, bu 2021-yil 19-iyun ekan. Bu yerda men 13 yoshman. O'sha ingliz tilini 1 yildan beri o'rganayotgan paytim ekan. O'sha paytdan beri o'zim rekord qilganman. Va shuningdek, mana shu narsa o'zimni qanaqadir zaif pointlarni analiz qilishga yordam beradi. Hozir endi siz beginner sifatida gapirmayapsiz, bilaman, zo'r gapiryapsiz balkim, lekin qanaqadir baribir mukammal darajaga chiqish uchun o'zingizni critically analysis qiling. Hozir bunaqa o'zim deb rekomendatsiya qiladigan toollar pakashda yo'q. ChatGPT sizni qanaqadir voice'ingizni analyze qila olmaydi pronunciation bilan, lekin ustozingiz yoki sizdan yaxshiroq bo'lgan level speaking yaxshiroq bo'lgan insonlar bilan collaboration qilib, mana shu qanaqa zaiflik borligini ko'rib chiqishingizni maslahat bergan bo'lardim. Va mana shu yoz IELTS tayyorlanayotgan paytim, yaqin do'stim bilan tayyorlanayotgan paytimiz, men mana shu narsani unga tashib berardim, ustozimga tashib berardim. Ustozim aytardi, "Sen international yo'q senda. Senda international flat" derdilar. O'sha international ustida ishlab, o'sha IELTS speakingdan 8.5 qo'lga kiritdim. Va juda ham bitta zo'r maslahat men uchun bu delivery ustida ishlash. Hozir aytgan narsam o'sha internationalda zaiflik borligini sezish, bu ham delivery ustida ishlash. Delivery ustida ko'p ishlashni men bu videoda juda ham cho'zib ketadi gapirishda. Shuning uchun mana shu Win Jiang degan akani sizga maslahat berardim ko'rishni. Shu akani ko'rsangiz bo'ladi. Menga ancha yordam bergan o'sha speaking bor, o'sha siz o'rgangan speaking bor, bu lekin qanday public speaking, bu IELTS speaking emasda. O'shanda siz tones haqida o'rganasiz, intonation haqida o'rganasiz, voice, volume degan narsalar bor. O'sha specific terminlarni o'rganib, o'zingizda qo'llasangiz, IELTS speakingiz o'smaslik iloji yo'q. Shuning uchun go beyond IELTS. IELTSdan sal chetga chiqib o'rgansangiz bo'ladi va men o'ylashim bo'yicha juda ham foydali bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, IELTS bu faqatgina test emas. Siz IELTS oldingizmi? O'ylamangki bo'ldi. Balkim bu qanaqadir universitetdagi, men nazarimda grantlar, xorij, yangi hayot uchun qanaqadir kalit deb bilaman. Va to'g'ri ishlatilsa, IELTS sizni boshqa darajaga olib chiqadi. Nima uchun? Chunki ko'plab universitetga kirgan talabalarda ko'ramiz. IELTSlari 7.5, 8. Ularda mukammal ingliz tili o'sha yoshlikdan rivojlanib kelgan, to hozirgacha. Shuning uchun ularda SAT tayyorlanayotgan paytda ancha osonroq bo'lgan, essaylar yozishda ancha osonroq protsess bo'lgan. IELTS emas, balki o'sha General English, mukammal ingliz tili ustida ishlashingizni men maslahat bergan bo'lardim. Keyin IELTS ham o'zi keladi. Siz hozir strong upper intermediate bo'lsangiz, siz o'sha 7 darajadasiz. Strong upper intermediate. Sizga 2 oy vaqt bergan, siz 8 ham ola olasiz. Shunda siz juda ham zo'r bazangiz bor. O'sha IELTS formatga to'g'ri prep qilsangiz, men o'ylashim bo'yicha bu narsani oson amalga yetsa bo'ladi. Agar sizga shu roadmap yoqgan bo'lsa va siz men bilan tizimli tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, 15-yanvar 12 kishilik IELTS mentorship guruhimga start beraman va 1-fevraldan boshlab 2 oy davomida studentlar bilan ishlab kelamiz. Purpose qanaqa? O'sha 5.5, 5, 5.5, 6, 6.5 dagi studentlarni 2 oy ishlab o'sha 7+ darajasiga chiqarish. Siz bilan birgalikda 3 kishi ishlaydi, hammasining IELTS 8.5 va kurs haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, link orqali registrationdan o'ting, o'zingiz haqida aytib bering va siz bilan yaqin orada intervyu qilamiz va intervyuda bir-birimizga fit qilsak, mentorship guruhimizga qo'shilsangiz xursand bo'lamiz. Agar fit qilmasangiz, boshqa produktlarimiz bor, o'shalarni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kelajakda mana shu darsni mana shu kanalda foydali kontent chiqarishda davom etamiz. O'z akademiyamiz
akademiyamiz ustida ishlayapmiz hamda juda ham ko'p rejalarimiz bor 2026-yilga. Sizni 2026-yangi-yilni tabriklayman. O'sha 2025da maqsadlaringizga erishdingiz degan umiddaman. Maqsadlaringizga erishmagan bo'lsangiz, bu qandaydir baribir dars sifatida qabul qiling va 2026-yilda o'sha nima niyat qilgan bo'lsangiz, o'sha niyatlaringizga erishing. Agar sizga video yoqgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringiz bilan bo'lishing va bizning kanalimizga obuna bo'ling. Keyingisida ko'rishguncha.